Assalomu alaykum, hurmatli ST Alia Media dasturlarini kuzatib boruvchi aziz hamyurtlarimiz, qarshingizda Kamina Sherzod Sobirov. Bugungi dasturimda mana shu sehr bilan va mana shu kundoshlarning er bermoq, jon bermoq deganlardek mana shu bir-birlariga qilayotgan sehrlarning ortidan farzandlar aybsiz, sababsiz ham tarbiya degan narsalardan yiroq bo'lib, yetim holatigacha, tirik yetim holatigacha borishyapti. Mana shu sehr qilayotganlarni, mana shu kundoshlarni va boshqalarni ham bir narsa bilan ogohlantirib qo'ymoqchiman. Ya'ni hech qachon unutmang. Al qasos minal haq. Robbil alamin hech kimda bu dunyoda haqqini bir-birida qoldirib qo'ymaydi. O'zingiz xohishingiz bilan ish qildingizmi, folbinlarga bordingiz, yugurdingiz va hokazo. Bir kun javobini berasiz inshaalloh. Bu olamdan azob bilan shunaqangi azoblar o'tasizki, azobsiz ketmaysiz. 100% kafolat beraman. Inshaalloh. Mana shu xiyonatni qilib yoki bo'lmasam o'g'rilarni qilib, eriga qarshi chiqib, topgan tutganlarini barakotini yo'q qilayotgan ayollar ketib qolib, mana shu turmush o'rtog'i boshqa ayolga uylansa yoki qo'sh xotin qilib olayotgan, nikohlab olayotgan bo'lsa, masalan, erlari shularni ortidan yugurib, folbinlarga borib, sehr, ilmi, amal va hokazolarni qildirayotgan insonlarga meni achchiq haqiqatni aytgan gapim. Bu olamdan azobsiz o'tmaysiz. Qaytar dunyo. Sizga qaytmasa, farzandlaringizni albatta sizni qilgan ishlaringizni kasri uradi. Aytib qo'yish mendan xolos. Men faqatgina mana shu haqiqatni, 5 kunlik qisqa umrni, mana shu birovlarga ziyon yetkazib, birovlarga zulm qilib, birovlarni hayotini o'ntar-to'ntar qilishga urinayotgan mana shu ayniqsa qo'shtirnoq ichidagi kundoshlar. Inshaalloh azob bilan o'tasiz. Vaholanki menga uchragan mana shu insonlarni 99% mana shu kundoshlarni, kelayotgan bemorlarimizni 99% mana shu sehr, ilmi, amaldan, kundoshlikdan tomondan kelayotgan narsalar bo'lyapti. Vaholanki mana shu muolajani avvalidan men Robbil alamin Alloh Parvardigorimdan so'raymanki, mana shu ilmi, amal, sehr, jodu qilib sehrlayotganlarni, hayotlarini buzayotganlarni va hokazo bunday zulmkor, bunday zolimlarni inshaalloh o'ziga qaytsin deyman. Va albatta qaytyapti, 100% qaytyapti inshaalloh. Kimki nimaiki sehr qilgan bo'lsa. Zero mana shu sehr qilgan odam o'zini odamman deb yurgan ayolmi, erkakmi, ko'zi ochilsin deyman. O'ziga ursin ilohim. O'ziga ursin, ko'zi ochilsin. Nega? Siz indamaysiz, ular indamaydi, men indamayman va hokazo, hamma jim. Bu nafaqat kundoshiga, kerak bo'lsa qaysinisiga, kerak bo'lsa moli dunyo, davlat uchun aka, uka, opa, singillarni bir-birini alg'ov-dalg'ov qilib tashlaydi. Ko'zi ochiladi. Mana shu qilgan sehri o'ziga inshaalloh uradi ham. Ana undan keyin boshqalarga zulm qilmaydi. Mani Robbil alamin Alloh Parvardigor yaratgan zotdan birinchi iltijoyim shu. Alloh deyshadi, kalima shahodatlarni aytamiz, bilamiz va hokazo deyshadi, ibodatdamiz deyshadi va holanki orqalarini qarasangiz mana shu ilmi amalga, sehrga, bir balolarga hasaddan yugurib yurgan kimsalarni juda ko'pini ko'rdim. Va o'zimni boshimdan ham o'tgan, men juda ko'p narsaga guvoh bo'lganman.
albatta mana shu dastur davomida har birini chiqarib, o'zimni hayotimdan ham chiqarib boraveraman. Xo'p, bugungi dasturimda endi aynan mana shu kelayotgan bemorlarimizni aksariyati mana shu tibbiyot topolmagan kasallik deganman. Yana qayta so'rashaveryapti, qanaqa kasallik, manaqami, bunaqami va hokazo. Endi qarang, shu o'rinda aytaman, hozir mana shu sehrni ortidan kelayotgan bemorlarimiz ko'p savol berishyapti. Sehr qanday bo'ladi? Qanday insonga ta'sir qiladi deyshadi. Bir bemorimiz kelgandilar, Gulistondanmi, Jizzaxdan bo'lsa kerak. Mana shu kishini ham hattoki jinlari chiqqan, bu narsa aniq, fakt, bunaqa narsalar ko'p. Men sizga hozir aynan jin insonga qanday ta'sir qiladi, ular sizni qanday qilib vasvasa qilib tashlaydi, qanday qilib yuraklaringiz og'rishi, tana a'zolaringiz og'rishi va hokazoga mana hozir mana shu xonadonimga kelgan bemorni asosiy chiqqan mana shu jini toki tark etishi qiyin bo'lishi holatlarga o'zingiz guvoh bo'lasiz. Men shuning uchun aytaman, shariatda eng kami 3 marotaba o'qitishingiz kerak. Xo'p, bizda ya'ni shaxsan men qamchilamayman, Alloh o'zi asrasin. Men ruchkalarda qitiqlab, chizib, oyoqlarga va hokazolar qilishni biddat, kufr ishlardan yiroqman. Men shunchaki Qur'onni shifoligini shu tarzda o'qigan holatda isbotlab qo'yapman xolos. Va albatta isbot dalili bilan bo'ladi. Shu dasturim davomida yana aytaman. Mana shu chizib qo'yayotgan ruchkalarda, shlankalarda urib davolayotgan, qamchilarda urib davolayotgan, o'ziga ishongan odam bo'lsa, marhamat, chiqsin. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Avvalgi dasturimda ham aytganman, mana shu folbinman, men o'qib o'qib deydiganlar. Marhamat, ilm amalni ko'zim oldida qilsin, men shu narsani bismillah bilan yeyman oldida kerak bo'lsa. Shunchalik zo'r bo'lsa. Lekin hozir siz mana shu dasturimda avval mana shu bir videoni ko'ring va o'zingiz guvohi bo'ling. Marhamat. Mana o'zingiz ko'rganingizdek hozirgi videoni shaxsan ekranni mana shu yotqizgan holati bor holatida, to'liq to'kis holatda ko'rishingizni tavsiya qilaman. Yorug'ligini boriga chiqarasiz va o'zingiz shaxsan mana shu qo'yib borayotgan dasturlarimdagi farishtalarni, jinlarni qay holatda kelishligi va hokazoga o'zingiz guvoh bo'lasiz. Shu o'rinda aytib o'tishim kerak. Mana shu jinlar, jin degani arab tilidan o'zbek tiliga olganda jinlardan bo'lgan g'ayb olamidagi mahluqotlar bilan mana shu odamlardan bo'lgan mahluqotlarning o'rtasidagi parda. Ya'ni ular bizni ko'radi, eshitadi va hokazo. Biz ularni ko'rmaymiz, eshitamiz. Ko'rishimiz mumkin. Ularga Alloh shunday xislatlarni bergan.
har xil shakl shamoilga kirib ko'rinishi mumkin. Hattoki eng yaqin insoningizga o'xshab kelib ko'rinib, yetalab ketishi ham hech gap emas. Shuning uchun doimo o'zingizni pok tuting, doimiy imkon qadar pok yuring. Mana shundagina bismillah aytib yuring. Shundagina bunaqangi sehri bormi, boshqasi bormi va hokazo. Barchasidan albatta forig' bo'lib yurasiz va barchasini yiroqlashtirasiz. Hozirgi mana shu dasturlarimni davomida, har bir dasturimni davomida mana shunday dasturlarni qo'yib chiqarib boraman deganman. Marhamat, men sizlar bilan xayrlashib qolaman. Kelasi dasturlarimizda mana shu chiroy yoqishlik, qozonni yoqib, xullas ozgina yoq quyib, paxtani bir aylantirib, bir nima qilishar ekan, shirk, kufr amallar. Mana shu mavzuda inshaalloh gapirib chiqaman. Kelasi dasturlarimizda ko'rishguncha mana shu yaxshi insonlarimizni zolimlardan Allohim o'zi panohida asrasin. Zulm o'tkazuvchi, o'zini insonman deb yurgan kimsalardan Allohimni o'zi panohida asrasin. Mana shu zulmkorlarga Alloh kifoya qilsin. Dasturni davom ettiring. Men esa sizlar bilan xayrlashib qolaman. Sog' va salomat bo'ling. Bir o'zing qodir mutlaqsan Alloh. Bir o'zing beayb, begunohsan Alloh. Farishtalar bilar amalim, ammo faqat sen qalbimdan ogohsan Alloh. Egilsam sujudga boshim osmondir. Kerilsam kibrga holim vayrondir. Ne mushkul sen ila bahri osondir. Ne xushkim mehr beadoqsan Alloh. Bandaman goh nafsim sabrimgacha do'st. Xushnudlik chog'larim dardimgacha do'st. Barcha aqllarim qabrimgacha do'st. Faqat sen har lahza hamrohsan Alloh. Hatto cho'lga ham rizqin berganim, nafsu nafasimga hikmat qurganim, kutmagan joyimdan rizqlantirganim, yolg'iz sen jonimga panohsan Alloh. Bu umrim kamondan bo'shagan o'qdir. Nishoni gulbog'mi va yoki cho'g'dir. O'zimga ham hatto ishonchim yo'qdir. Ishonganim tanho Allohsan Alloh, yagona Alloh.